Bugun sizlarga dudlangan dumba yordamida o'sha mashhur Napoleon kabob tayyorlashni ko'rsataman. Mol go'shtining file qismini yupqa qilib kesib olib, marinad uchun piyoz so'ki, qatiq va ziravorlarni yaxshilab aralashtirib olamiz. Qiymani bo'lsa, mayin to'g'ralgan bulg'or qarampiri, ko'katlar va ziravorlar bilan aralashtiramiz va olib qo'yamiz. Birinchi bo'lib file go'shti va ustidan marinadni surib olamiz. Keyin bo'lsa, dudlangan qo'y dumbasini yupqa qilib kesib olamiz va ustidan bir tekis qilib taxlab chiqamiz. Ustidan tayyor qiymani bir xil qilib yoyib chiqamiz va yana bir bor shu holatni takrorlaymiz. Marazinlikda kamida 5 soat davomida ushlab, qotirib olamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib kesib, siqlab olamiz. O'zim yaxshi ko'radigan uslubda, ko'mirda pishadigan kartoshkani jonliqni o'zligi so'yadigan tabiiy ziravorlar va tabiiy uslubda dudlanadigan azizon kolbasalari bilan birga tayyorlab olamiz. Kartoshkalar bilan birga ko'mirda tayyor kaboblarni ham mazali qilib pishirib olamiz. Bu retsept noodatiy ta'mni va kaboblarni yaxshi ko'radiganlar uchun mo'ljallangan. Albatta tayyorlab ko'ring. Videomiz yoqqan bo'lsa, kabobni yaxshi ko'radigan do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Hammalarga kattakon rahmat.